Yana bir e'tibordan chetda qolmasligi kerak bo'lgan detal 50 ta uy masalasi. Bu tashqaridan saxovatga o'xshaydi, ammo ichida juda kuchli ramz bor. Sodiq Turg'unovich endi boylikni saqlash emas, uni yuvish orqali ma'no topmoqchi. Yetimlarga tarqatish niyati bir tomondan tavbaning amaliy shakli, ikkinchi tomondan esa o'tmishdagi aybning badalini pul bilan to'lashga urinish. U kechalari qog'oz va qalam bilan o'tirib, nechta uy, nechta bola, qancha pul kerakligini hisoblaydi. Ammo drama qonuni shuni aytadiki, o'tmishning ma'naviy qarzi moddiy ehson bilan to'liq yopilmaydi. Shu sabab bu savdo hali katta gaplarga sabab bo'ladi. Kimdir buni savob deb ko'radi, kimdir esa obro'ni saqlab qolish uchun qilingan yurish deb biladi. Ayniqsa atrofdagi manfaatdor odamlar bu qarorni xotirjam qabul qilmaydi. Chunki pul ketganda hokimiyat ham ketadi va ular hokimiyatni qo'ldan boy bermoqchi emas. Parallel chiziqlardagi mayda suhbatlar ham bekorga qo'yilmagan. Uylanish masalasi, yashirilgan nikoh, onalarning bosimi, qizning rad javobi, yana boshqa tomondan Said atrofidagi qiziqish. Bularning barchasi katta voqealar yonidagi mayda bezak emas. Aksincha, hikoya bizga bir narsani ko'rsatyapti. Bir uyda sud boshlansa, boshqa uyda yuraklar chalkashadi. Xotinli erkakning rostni aytishi bu qismdagi eng sokin, lekin eng axloqli burilishlardan biri bo'ldi. U bir qizning taqdirini yolg'on bilan buzib qo'ymadi. Bu juda oddiy tuyuladi, lekin dunyoda oddiy to'g'rilik eng qimmatli narsalardan biridir. Bu holat keyingi qismlarda albatta qaytadi. Onasi bu haqiqatni bilganda uy ichida keskin to'qnashuv bo'ladi, lekin shu jarayon er-xotin o'rtasidagi rishtani ham mustahkamlashi mumkin. Chunki yashirilgan haqiqat aytilgan joyda og'riq chiqadi, lekin chirish to'xtaydi. Menga eng xavotirli tuyulgan yana bir nuqta Jahongir chizig'i. U hamma yerda bor, u hamma gapdan xabardor, u topshiriq bilan yuradi, lekin ichki pozitsiyasini to'liq ochmaydi. Ba'zida u shunchaki buyruq ijrochisiga o'xshaydi, ba'zida esa uning ko'zlarida o'y bor. Bunday personajlar odatda keyinroq portlaydi. U sadoqat va manfaat oralig'ida qolgan odamga o'xshaydi. Hozircha u buyruq bajaradi, vaziyatni kuzatadi, lekin bosim oshgani sayin u yo yonini tanlaydi, yo sir ochadi. Menimcha, yaqin qismlarda aynan Jahongirning tanlovi bir necha taqdirni o'zgartiradi. U aytadigan birgina gap hamma narsani o'zgartirishi mumkin. Endi oldinga qarasak, voqealar juda keskinlashadi. Nazokat tez taslim bo'lmaydi. U birinchi navbatda protsessni cho'zadi, keyin guvohlarni zaiflashtirishga urinadi. So'ng o'zining eng oxirgi kozirini tashlaydi. Bu kozir yoki eski aloqalar bo'ladi, yoki hali ochilmagan bir sir. Ayniqsa, o'g'li va keliniga tegib ketishi mumkin bo'lgan iplarning eslatilishi bekorga emas. Oilaviy jazo ehtimoli kuchaysa, nazokat ilk bor chinakam qo'rquvni his qiladi. Ana o'shanda u yoki tamoman yovvoyi zarba beradi, yoki o'zini qutqarish uchun o'z yaqinlarini ham qurbon qiladi. Men aynan ikkinchisidan qo'rqaman, chunki o'zini haq deb bilgan odam eng avval boshqalarni sotadi. Afzalning tiklanishi esa endi sinovning ikkinchi bosqichiga kiradi. Pul kirib keladi, ish yurisha boshlaydi. Lekin shu bilan birga hasad, e'tibor va yangi o'yinchilar ham kirib keladi. Sodiq Turg'unovich bilan yarashuv chiroyli ko'rinsa-da, bu hali yaralar bitdi degani emas. O'tmishda sinib ketgan ishonch keyingi kichik zarbada yana qonashi mumkin. Tamar, Feruza va Afzal atrofidagi halol doira kuchayadi. Lekin aynan shu halollik tizim ichidagi kir kuchlarga yoqmaydi. Chunki halol odamlar tizim uchun eng katta xavfdir. Shunday qilib, bu qism bizga bitta og'ir haqiqatni aytdi. Ba'zan odamni sud zalidan oldin vijdoni hukm qiladi, lekin vijdoni o'lgan odamni esa faqat oqibat to'xtatadi. Endi oldinda nafaqat tergov, nafaqat yarashuv, nafaqat muhabbat sinovi turibdi. Oldinda har kim o'z tanlovining haqiqiy narxini to'laydigan lahzalar turibdi. Kimdir kechirimga yetadi, kimdir kech qoladi, kimdir esa endi qaytib chiqolmaydigan yo'lga kiradi. Aytingchi, sizningcha eng og'ir sinov kimni kutyapti? Eng dahshatlisi, bu hikoya hali eng og'riqli haqiqatini aytib bo'lgani yo'q va men bilaman, keyingi daqiqalarda hech kim kutmaganday vaziyat yuz beradi. Hozir nafasingizni ushlab turing, chunki aynan shu yerda hamma narsa butunlay o'zgaradi.
Bugun eng dahshatlisi shundaki, bu hikoyada hech kim endi avvalgidek emas. Kimdir nihoyat pulning kuchi emas, la'nat bo'lishini tushunib bo'lgan. Kimdir esa panjara soyasi tushib turgan paytda ham o'zini haq deb bilishda davom etadi. Eng og'riqlisi esa bu yerda vayron bo'layotgan narsa faqat boylik yoki obro' emas, balki bir paytlar oilani, do'stlikni, sadoqatni ushlab turgan ichki tayanchlarning o'zi. Shu qism boshidan oxirigacha bitta savol ichimizni kemiradi. Kechirim kech kelganida adolat kimni qutqaradi, kimni esa butunlay sindiradi? Keling, birinchi qismni boshlaymiz. Nazokat atrofida siqilib borayotgan xalqqa bu safar oddiy mojaro emas. Bu uning uzoq yillar davomida qurib kelgan yolg'on saltanatining ko'z oldimizda qulashidir. Eng qiziq tomoni shundaki, u hali ham mag'lub odamga o'xshamaydi. Tashqaridan qaraganda qo'lga tushgan, siquvga olingan, guvohlar ko'payayotgan, eski ishlari bittalab ochilayotgan ayolni ko'ramiz. Lekin ichkarida u hali ham hujumda. U o'zini himoya qilmayapti. U butun bir dunyoqarashini himoya qilyapti. Ya'ni odamlarni aldashni emas, balki odamlarning zaif joyidan foydalanishni tabiiy deb biladigan xavfli falsafani. Mana shu detal juda muhim. Chinakam pushaymon odam avval ko'zidan bilinadi, so'ng tilidan. Nazokatda esa buning aksi. U hali ham aybni boshqalarning nafsiga, erkaklarning zaifligiga, tizimning buzilganiga ag'darishga urinmoqda. Uning ichida hech qanday titroq yo'q, hech qanday ikkilanish yo'q. Demak, u hali sinmagan. Sinmagan odam esa eng xavfli odam bo'ladi. Bu yerda ko'pchilik e'tibor bermagan bir nozik nuqta bor. Unga qarshi chiqayotganlar endi faqat hissiyot bilan emas, balki xotira bilan jang qilyapti. Avval kimdir ranjigan edi, kimdir aldanib qolgan edi, kimdir obro'sidan ayrilgan edi. Endi esa bularning hammasi bir joyga to'planyapti. Har bir guvoh, har bir eslangan mol-mulk, har bir bostirilgan ish aslida nazokatning o'z qo'li bilan qurgan qopqoniga aylanmoqda. Ayniqsa ilgari yopib yuborilgan, bosilib ketgan ishlar haqidagi gaplar kelajak uchun juda katta signal. Bu oddiy firibgarlik bilan tugamaydi. Bu yerda faqat bir ayolning jinoyati emas, balki unga yo'l ochgan, ko'z yumgan, foyda ko'rgan odamlar ham tortila boshlashi mumkin. Shuning uchun ham oldinda bitta katta burilish turibdi. Nazokat yiqilsa, u yolg'iz yiqilmaydi. Sodiq Turgunovichning ichki holati esa bu qismning eng fojiali qatlamlaridan biridir. U nihoyat boylik bilan hokimiyatni bir narsa deb o'ylagan yillarning asl bahosini ko'ra boshladi. Unga endi hamma narsa boshqacha ko'rinadi. Qimmatbaho kostyumlar, hashamatli ofis, uning oldida bosh egib turgan odamlar, bularning hammasi birdan ma'nosini yo'qotgandek. U kechalari uxlay olmaydi. Yolg'iz qolsa, xotira uning ichiga tirmalib kiradi. Qaysi qarorni noto'g'ri qilgan? Qayerda jim turish kerak edi? Kimni himoya qilish o'rniga kimni qurbon qilgan? Bunday kech anglangan haqiqat odamni birdan o'zgartirmaydi. Avval uni ichidan maydalab tashlaydi. Uning gaplarida bir narsani aniq sezish mumkin. U pulni yo'qotganidan emas, pul sabab odamlarni yo'qotganidan ezilyapti. Bu juda katta farq. U endi nafaqat zarar ko'rgan tadbirkor, balki kechki buyg'ongan ota, ustoz, boshliq. Shu sababli uning uzrida ham, yordam taklifida ham ikki xil hissiyot yashirinib turibdi. Chin dildan tavba qilish va o'zini kechirishga urinish. Aynan shu ikkisi aralashganda odam eng ko'p ehson qiladi, eng ko'p yaxshilik qilishni istaydi. Chunki u aslida boshqalardan oldin o'z hukmini yengillattirmoqchi bo'ladi. Afzal bilan bo'lgan sahnalar shuning uchun juda kuchli bo'ldi. Bu yerda oddiy yarashuv emas, buzilgan ishonchning kulidan yangi munosabat tug'ilishi ko'rsatilgan. Afzal bir necha bor orqasidan pichoq urilgan odam. Uning ichida g'azab bor, alam bor, uyqudan qattiq uyg'onganing og'ir nafasi bor. Lekin eng katta ustunligi shundaki, u g'azabni qurol qilmayapti. U kechirish orqali baland turibdi. Eslab qoling, bu kechirim zaiflik emas. U allaqachon kimning qanday o'yin qilganini, qayerda nimani yo'qotganini, qaytib kelmaydigan narsa nimaligini tushunib bo'lgan. U endi o'z kuchini biladigan odamga aylandi. Ferma asta-sekin oyoqqa turayapti. Moliyaviy rejalar tiklanyapti. Yonida uni sotmagan odamlar bor.
Aynan mana shu tiklanish yangi xavf tug'diradi. Dramaturgiyada eng ko'p hujum aynan odam oyoqqa turgan paytda keladi. Chunki dushman qulagan odamdan emas, tiklanayotgan odamdan qo'rqadi. Tamarning chizig'i ham juda muhim. U qaytishga ko'nmaydi. U o'z qadrini pulga almashtirmaydi. U o'ziga buyruq ohangida gapirilishini qabul qilmaydi. Tashqaridan bu shunchaki g'ururga o'xshaydi, ammo ichkarida bu uzoq ezilishdan keyingi o'zini qayta tiklash jarayoni. U bir paytlar ish, hurmat va tirikchilik oralig'ida murosa qilgan bo'lishi mumkin. Balki bir necha marta jim turgan, balki bir necha marta chidagan. Lekin endi u murosa emas, mezon bilan yashayapti. Shuning uchun ham uni qaytarish uchun taklik yetmaydi. Ishonch kerak.